Ana. Assalomu alaykum, hurmatli kirmoshlar. Ustoz obunachilari, bugun Yashil bozordamiz. Mana Shama bozori. Hammaga gavjum. 29-mart bugun shanba. Kirmoshina narxlarda. Mana bugungi esa bu Shivaki firmaniki o'zinikidan chiqqan zavod. 10 kiloli. Bu mana siqadigan taraflari. Mana yana bitta eslatma, narxlarga keladigan bo'lsa kommentariyaga mashina nomi bilan yozsangiz kommentariyada javobini aytaveramiz. Mana ikkinchisiga kelsa, mana yerda Artel bor, 10 kiloli. Bu Artel. Uzun Artelliki, mana yangi mana yudigan taraflari. Artel 10 kiloli bu ham. Mana meneda bu 10 kiloli bor. Bu ham hamma jihozlar bor, ichlarida. Sovun qo'yadigan hammasi bor mana. Buni shilankasi ham, talinkasi ham bor ekan. Kirni bosadigan. Mana 3 ta ekan bizda mashinalardan. Mana Artel 8 kiloli yangi Yaponiya City-niki yangi model. Mana siqadigan tarafi. Hamma jihozlar bor. Mana orqasidagi ham bor. Bu Shivaki ham bor 8 kiloli. Ichki ko'rinib turadigan yangi model. Mana mana talinkasi bor, hamma jihozlari bor. Mana Premier 7 kiloli. Bu 2024-yil 12-oy 7 kiloli. Mana vakuumli. Ikkita eshigi ham vakuumli. Bundan qo'yib olsani sekin tushadi mana. Mana hamma jihozlari bor. 1 milliondan ishda bo'lsa olaman. Odam emasman olmasam. Kela qochib turing. Mana Avangard 7 kiloli kizli. Ikkita parrali. Keling, necha kiloli kirmoshda kerak ho'ja? Mana talinkasi ham bor, hamma jihozlari ham bor. Mashina 7 kilo 200. Bu Yashil bozorda mana savdo avj olmoqda. Kommentariyaga o'sha narxlarni so'rasani bitta aytamiz. Like, podpiska esingizdan chiqmasin.